Hürmetli vatandaşlarım, leksemizin devamı yoki 5-sini so'zlaymiz. Amerika 23 davlatni chaqirib kelib, Orollar taktikasi orqali Jungoni cheklamoqchi mavzuli xabar 5-oyning 19-kuni Birlashma Agentlik orqali xabar qilindi. Va shu kuni Vanli tor bitiga ko'chirib besildi. Yaponiya matbuoti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasi qurolli jang qilguvchi qismlari navbatda 23 davlatning harbiy amaldorlarini Havoyga yig'inga chaqirib, dengiz okeandagi orollarni mudofaa qilishni kuchaytirib, Jungoni cheklamoqchi bo'ldi, dedi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo Amerikaning va yig'inga qatnashgan ayrim davlatlarning raqobatchisi deb qaralganlikdan Jungo bu yig'inga chaqirilmadi. Yaponiya o'rtaq agentligi munda xabar qildi. Yig'in 5-oyning 17-kuni ochildi. Vaqti 5 kun davomlashadigan bo'ldi. Angliya matbuoti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yig'in qatnashgan davlatlarning 20dan ko'pragi Osiyo davlatlari bo'lib, buning ichida Jungo bilan territoriya talash tortish qilayotgan davlatlar Yaponiya, Filippin, Vyetnam qatorliq davlatlarning harbiy amaldorlari bu yig'inga taklif bilan qatnashdi. Yig'in ikki tarafdan hujum qilish taktikasini muhokama qildi va quruqliq chiqib urush qilishni mashq qildi. Xabarlarga asoslangan Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo Tinch okean rayoniga taxminan 80.000 kishilik harbiy kuch o'rinlashtirib, harbiy parxod va harbiy aeroplan avatib, Janubiy dengizda chorlash elib bormoqchi bo'lyapti. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xungli bayonot e'lon qilib, mundaq javob qaytardi. Aloqador davlatlarning bu rayondagi davlatlarning Janubiy dengiz rayonining tinchligi, muqimligini qo'g'dash tirishchanligini hurmat qilishini umid qilamiz. Bu rayonning tinchligini, muqimligini qo'g'dash ko'proq foydali ish qilishini umid qilamiz. 17-kuni Havoyda 23 davlat harbiy amaldorlarining yig'ini ochilganda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry Beijingda ziyoratda bo'lib o'tdi. Ham shu kunlarda Rossiya bilan Xitoy O'rta Sharqda birlashma harbiy manevr o'tkazib o'tdi. Amerikaning Osiyo davlatlari qatorida Jungoni yig'inga chaqirmaganligi bir signalmi yoki Jungoga berilgan ogohlantirishmi? Oxirgi jumla bu bizning so'zimiz.